Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Malina, Yejivika, Qulupnoy, Simorodina ekanman degan akalar, dehqonlar, ekib yurgan ustozlar. Kecha gruppada ozroq iltimos bo'lgan ekan. Malinani qanday eksak bo'ladi hozir deb ko'pchilik ko'chat olayotgan ekan. Har bir ko'chat olgan kishini tabriklaymiz. Misol mana qilib ko'chatlarimiz keldi, mana. Men hozir borib o'zimizda agoroddan tomorqadan qozib keldim. Mana bu deylik razmer 1.80 ga 50. Bu endi shartga qarasha o'zgariladi. Bu taxminan. Bu ozayishi mumkin yo ko'payishi mumkin. Oralig'i ozayishi mumkin, ko'payishi mumkin, u ozaymaydi. Misol mana ozroq kichkina agorodingiz bor. Bunday qilib man ostidan o'zingizga qulay yo'lakcha tashlaysiz. Mana. Razmeringizni olib, qoziq qoqib bunday iplar tashlaysiz. Albatta yerda tayyorlashda oldin amofos sochib, ozroq go'ng sochib qo'ysa yaxshi. Sveji emas albatta, yo biogumni sochib haydab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ikki xil usuli. Mana bunisi chuqurcha qilib ekish usuli, mana bunisi katta dalalarda ariqcha qilib ekish usuli. Buni uyda ham shunday qilib eksa bo'ladi. Buni hech qanday muammosi yo'q. Mana hozir men ayolimdan iltimos qildim. Menga yordam qiling, tortishib deganimga hozir kelib tortib beradilar inshaalloh. Bizga yana nima kerak? Suv kerak. Ozmoz agar sepilmagan bo'lsa amofos kerak. Ko'chatimiz kerak. Yumshatilish uchun mana bizda mana yumshatgichlar bor. Albatta buni tesha bo'lsa ham bo'ladi, o'zimizda kichkina ketmonchalar ham bo'lsa bo'ladi. Razmer. Ya'ni bu o'sha bizda malinamiz oralig'i uchun qo'yilgan bir razmer bo'ladi. Misol men hozir 50 oldim. Oddiy tayoqchalardan yo bir nimalarni taxlab qo'ysa bo'ladimi, kesib olib. Endi shartga qarab. Buni misol 60, 70, 80 qilsa bo'ladi, ko'chatni uzun yaqiniga qarab. Misol mana chuqurchamiz tayyorlangan. O'lchagan joyimizdan bir 25-30 santimetrroq qoldiramiz. Chunki ko'payadi. Ko'chatni olamiz, chuqurchamizni qaraymiz. Mana o'rtacha mashina chuqurcha bo'ladi. Yaqinroq ko'rsating. Mana. Ya'ni bu yoqqa misol ammofos sochmagan bo'lsa nima qilamiz? Mana ozgina ammofos, ko'p emas. Buni tashlaymiz, tuproqni aralashtiramiz. Hech qanday buni muammosi yo'q, bitta ikkita ko'rinib qolsa. Barnopa aytganlarda lumkaga keyin ozroq suv solamiz. Mana. Ko'chatni qo'yamiz, mana shu tuproqda tushiramiz. Mana. Tushirib chuqur ko'mirilmaslik kerak. Ko'p ham qattiq tram bo'lib ham qilmaymiz. Qilamizda mana shunday qilib. Endi ustidan mana suv qo'yib qo'yamiz. Mana qarang, suv ketyapti. Ostidagi oraliqlarga suv ketadi. Mana. Mana. Ko'rdingizlarmi? Mana atroflariga suv qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Ikkinchisini qanday qilamiz? Olamiz mana razmer 50 santimetrmi? Ikkinchisini shunday qilamiz. Mana. Ko'rdingizmi? Oralig'i 50 santimetr. Yana amofos solamiz. Ozroq solamiz. Aralashtiramiz. Endi misol dalada ekyapmiz. Har biriga iloji yo'q, qanday qilamiz desak, buni shunday ekamiz. Mana. Suv oz, dalaga suv toshish qiyin. Ekamiz. Ekib, ustidan keyin suv qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Buni o'tda bir bunday qiyin nimasi yo'q. Mana. Mana shunday qilib ketaveramiz. Keyingisi. Mana. Ammofosni olamiz. Ozroq solamiz. Aralashtiramiz. Ko'chatni qo'yamiz. Suvdan ozgina solamiz. Mana razmer 50 santimetr. Endi 1-2 santimetr oshiq kam bu hech narsa emas. Mana qarang, nimadan oshmayapti? Boyanki ildizdan ko'p oshib ketmayapti. Bunday baland ekib tashlamaysiz, chuqur ekib tashlamaysiz. Mana shu yetarli inshaalloh. Sovg'irib ketadi deb qo'rqmaysizlar, bu sovg'irmaydi. Mana. Mana. Bo'ldi. Dehqon opalar, dehqon akalar, mana ariq. Deylik, uzun ariq. Misol eng olisi 50 metr bo'lish kerak. Undan olis kerak emas. Chunki tomchilatib sug'organga qiynaladi. 1-2 metr hech narsa qilmaydi. Undan yaqin bo'lsa yaxshiroq. Misol shunday joy. Har biriga almofos solib o'tdimay. Mana ammofosni ozroq chashib chiqamiz bunday qilib. Mana. Mana. Ammofosni chashib chiqamiz. Ko'p emas, ozroq. Keyin ko'chatimizni olamiz. Yerimiz tayyor. Boyangida 25-30 santimetr qoldiramiz.
Mana bunday qilib qo'yamiz. Mana bu ko'chat bizda yerdan baland bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Albatta boya bizda o'zimizdagi bor yumshatgichni olib, mana yumshatgich bilan yo tesha bilan biror narsa bilan ozroq chuqurroq qozamiz mana. Yana qo'yamiz. Ko'mamiz, bo'ldi. Mana. Keyingisi shunday. Razmerimizni olamiz. Keyingisini qo'yamiz. Mana. Bu yaxshi ekan, yeri bilan yaxshi ekan. Inshaalloh bu bo'ladi. Mana. Bunga ham bu endi dalaga ekilgandan keyin mana kapilni bo'lsa yaxshi. Sirasi ortidan kapilni qo'yib qo'ysa yaxshi. Bu chuqurchalarni bunday qilib to'liqlab qo'yamiz, bo'ldi. Tekis bo'lib qoladi. Ostiga bunga ham suv qo'yib qo'yamiz. Mana. Mana shu holatda ketaveradi. Mana. Yana 50 sm. Masalan, buni qo'l bilan emas, tisha bilan tuprog'ini tortsa bo'ladi. Ko'rdingizlarmi? Oson. Demak, mana oshib ketmadi tomirdan. Mana. Keyin bular tuproqlarni tekislab qo'ysak, bu yerimiz chiroyli bu. Bunday qilib tekis bo'lib qoladi. Mana. Bo'ldi. Kapilni lenta bilan ochib qo'ysak, kapil lenta bilan sug'orilib qoladi. Iptiniga ip chiroyli bo'ladi, tekis bo'ladi. Buni nima qilamiz degan savol bo'lsa, bu bo'ldi, qoldi. Agar juda uzun bo'lsa, misol juda bir chiroyli qilib qo'yaylik desak, bir qaychi bilan olib ozroq qirqib qo'yamiz. Bu keyin inshaalloh bahorga qirqiladi. Bahorda bu haqida ham ozroq ma'lumot beramiz inshaalloh. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh kim ko'chat olgan bo'lsa, chiroyli ekib olsin. Kim ekib olgan bo'lsa, inshaalloh unib, yaxshi hosil berib, ko'zlaringizni quvontirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akmal aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Savol beribsiz, malina ekdik, hech qanday o'zgarish yo'q deb. Mana biz hozir oktyabrda oxiri, noyabrda boshlarida ekilgan malinamizdamiz. Hech qanday o'zgarish yo'q aka mana. O'zgarish bo'lish shart emas. Mana. Biz bu yilda mana bu yil deylik noyabrda boshda ekkan ko'chatimiz. Mana orqamizda 1 yillik ko'chatlar qirqib qo'yilgan. Yonimizda 2 yillik ko'chatlar bular ham ko'rinib turgandir, qirqib qo'yilgan. Bu hozir o'zgarilmaydi, o'zgarilishi shart emas. Akmal aka qizig'i bahorda bo'ladi inshaalloh. Nima uchun? Mana bu ekilgan 1 yillik, mana bu ekilgan 2 yillik o'zi chiqib, ularni atrofidan chiqib, 10-15 sm-gacha bo'lib qolganga mana bundan hech qanday xabar bo'lmaydi. Nima uchun? Bu faqat yerga yopishib, o'ziga keng olib, tomirlar ostidan chiqib kelguncha naryoqdagilar o'zi chiqib keladi. Men buni nima uchun aytaman? Videolardan, internetlardan, gruppalardan mana bizning malina chiqdi, biz bunday qilamiz desa, siz qizimasin. Chunki bu o'zi atrofidan bemalol tomirlar moslashib, o'ziga kelib chiqquncha ozroq vaqt bo'ladi. O'sha uchun qizig'i inshaalloh bahorda bo'ladi-da. Hatta hozir o'zgarish bo'lish shart emas.